18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yosh uylanmagan yigitlarga judayam zo'r bir maslahatim. Qo'rqmasdan, ikkilanmasdan, hech narsadan tap tortmasdan riskovat qilishni biling. Ya'ni riskovat deganda bu aql bilan qilingan riskovat. Ya'ni to'g'ri kelgan narsaga ham riskovat qilib ketavermaydi. Biznesda biror bir ishni mustaqil boshlashda yoki hayotda bir yangi narsani o'zi hayotiga qo'shishda umuman o'ylanmasdan riskovat qilishni o'rganing. Chunki vaqt o'tgan sari yoki uylanganingizdan keyin, oilali bo'lganingizdan keyin, farzandli bo'lganingizdan keyin bilingki, har bir riskni narxi siz uchun juda ham qimmatlashib boraveradi. Shuning uchun agarda siz shu yosh oralig'ida bo'lsangiz, qo'rqmasdan riskovat qiling. O'shanda juda ham ko'p